Assalomu alaykum azizlar, sizlarga bir yaxshi yangiligimiz bor. Uy olmoqchi bo'lganlarga yarim tayyor holatida Bag'ush tumanimizning markazrog'ida, Ko'l mahallada, markazdan ichroqda mana ichki ishlari to'g'risidagi mahallamizda joylashgan 5 xonadan iborat sanuzelari bor, tadbirli. Hozir xonani obzor qilamiz, uylar ketdik. Xo'p, azizlar, mana bu uyimizda beton qismi qo'yib qo'yilgan holatda 8 ta xonaga mo'ljallangan, sanuzellari ham bor bo'lgan holat ekan. Mana bu yerga bemalol qurilish davom ettirsanglar bo'ladi. Hozir mana sizlarga uy ichini obzor qilib beramiz. Hozir ko'rib turibsizlar, uyimiz yarim tayyor holatida, hali tayyor bitmagan holatda turibdi, lekin bu yerda hozir ustalar ishlab turibdi. Xonani hozir obzor qilib beramiz. Bu yerga mana judandalar kelsa, mehmonlar kelsa, bemalol joylashlari mumkin. Bu xonani mana bolalar uchun xona tayyorlasanglar bo'ladi, o'zinglar uchun qanaqalik xona qilsanglar bo'ladi. Bu tarafda ham yotoqxonamiz, sanuzellar bilan ketdik ko'ramiz. Bu yotoqxonamiz mana spalnimiz va 4 ga 5 yonida tayyor mana sanuzel bilan joylashgan mana. Sanuzelimizdan mana ham tayyor holatida, bu tarafdan kirsa ham bo'ladi, alohida eshigi bor. Mana orqalardan yotoqxonadan kirsanglar ham bo'ladi. Bemalol keyingi xonalarni ham ko'rsatamiz. Bu xonamizni ko'rib turibsizlar, bolalar uchun juda ham ideal xona hisoblanadi. Chunki bu yerga tepaga mana bolaxona, zina orqali bolaxona qilsanglar, bu yerda mana bolaxonasi ham bor. Ko'rib turibsizlar, mana tayyor. O'rtoqlari bilan o'zlari uchun ofis qilib bemalol foydalansa bo'ladi. Xullas, bu yerda bemalol ikkita oila yashasa bo'ladi. Narxini kelishamiz. Telefon raqamlari pastda opisaniyada qo'yib qo'yamiz. Manzillari to'liq hamma ma'lumotlarni telefon raqamlari orqali bilsanglar bo'ladi. Xo'p, bu podvalimiz mana har bitta xonalar o'sha istiqbol qilingan, ya'ni cho'plik deyshadi. O'sha istiqbolli miyasi, sanuzel xonasi mana shu yerda joylashgan. Hamma o'sha boshqaradigan xona hisoblanadi. Bu bilasizlar. Bu yerda o'sha suv uchun ketgan motor, o'sha isitish uchun ketadigan shlangalar, sinfim, xullas shunaqa hamma xona shu yerda. Demak, ikkita oila bu yerda yashasa bo'ladi deganim sababi, mana bu yerdan bitta kirish qismiga joy ajratilgan. Biz kirgan ikkinchi qismi bu tarafda mana ko'rib turibsizlar. Demak, 8 ta xona uchun sanuzellari bilan tayyor hamma sharoitini qilsa bo'ladigan qilib, loyihasini hamma tayyor qo'yilgan holatda ham, demak, joyimiz bor. Bemalol qiziqqanlarga telefon raqamiga telefon qilinglar.